Bilarmidingiz? Xitoydagi UTEK kompaniyasi zavodlar uchun butun bir armiya insonlarga o'xshash robotlarni ishga tushirdi va bu shunchaki konsept yoki sinov namunasi emas. Bu dunyodagi birinchi ommaviy gumanoid robotlar yetkazib berish hisoblanadi. Allaqachon 100 dan ortiq robotlar BYD, GAG, Volkswagen, Dongfeng kabi yirik zavodlarga yuborilgan. Ular u yerda mashina va elektronika yig'ish bilan shug'ullanyapti. Eng qizig'i, ular to'liq avtonom. Zaryad tugasa, o'zlari akkumulyatorni chiqazib, yangisini qo'yib, ishni to'xtovsiz davom ettiradi. Ya'ni dam olish yo'q, tanaffus yo'q, haqiqiy 24 ga 7 ishlaydigan ishchilar. Kompaniya ishlab chiqarish boshlaganini e'lon qilganiga bor yo'g'i 1 oy bo'lgan. Lekin shunga qaramay, allaqachon ko'p smena ish uchun tayyor partiya chiqarib ulgurgan. Xitoy zavodlarida charchamaydigan, kechikmaydigan va tanaffus so'ramaydigan yangi xodimlar ish boshladi.